Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, sekin yetib keldik. Kutib oldilar. Rahmat. Men sizni qanaqadir yo'l bilan xafa qilib qo'ydimmi? Ya, конечно, men siz bilan gaplashyapman, chiroyli gaplashyapman. Videozni ko'rsam, tirjayib, xuddi bepisand qilgan unaqa qilmang. Bitta narsani tushuningda, yangi yil oldi. Hamma ishlayapti. Bizlar ham endi nechta sfera bo'lsa, hammasi unisiga uspet qilsak, bunisiga uspet. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz, charchamasdan yaxshimisiz? Uspet qilganimizcha qilib boryapmiz. Bering tushdan. Keling. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Men nima demoqchiman? Bizda ko'p shunaqa holatlar bo'lgani uchun kimdir bosim qilishga harakat qiladi, telefon qilib yoki sen yaxshi gapiradida, kelib olgin deydi, sen bilan boshqacha gaplashamiz deydi. Shunga noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin sizlar. Yo'q, unaqa tushunmayman. Odamlar birdan oddiy narsani borku, juda katta tragediyaga aylantirib yuboradi. Kelib magazinda oldiga bu yerdagi opalarimiz chiqib, ana sizlar bizga shunaqa narsa sotyapsizlarmi deb. Birdan miyang urdi, shunaqa men bunaqa narsa qilmaganman. Bo'lgan, ochiq qolgan oddiy narsalar deb. Hozir to'g'rilab qo'yishgan? To'g'rilaganman hozir, keling ko'ramiz. Joy-joyiga qo'yib, yopganini yopmas, hammasini yopib. Zo'r, mana bo'lar ekan-ku. Juda ham o'zi oddiy narsa so'ragan edik, bemalol qilib qo'yishgan ekan. Zo'r, men bu yerda siz uchun oddiyda bu, qarang, shu paytgacha bor-ku, Xudoga shukr, nomimni tushirmaslikka juda qattiq harakat qilib kelaman-da. Bu siz uchun oddiy ko'rinib ketadi. Bizlar uchun vo bo'lib ketdi. Men nima demoqchiman? Unaqa voqealar juda ham kamdan kam bo'lib turadi. Ko'plar bosim qilishga harakat qiladi yoki kelib olgin, sen bilan gaplashamiz deyishga harakat qiladi. Misol mana yaxshilik bilan hal qilishga ochilganingiz uchun biz ham keldik. Misol uchun, "Yo'q, kelmayman, nima qilasiz? O'zingiz aybingizni 3 kunda tashlab bermadingiz, qo'ymadim, endi o'chirmayman" deyishim mumkin edi-da, misol uchun. Ochiq qo'l bilan taklif qildingiz, ochiq qo'l bilan kelyapmiz. Muhimi menga shu muammolarni hal bo'lgani. Men sizga bitta narsani aytdim, bilsangiz. Bu magazindan men hech narsa olmayman anchadan beri. Ishonasizmi yo'qmi, mana shu 2021 yo 22 dan boshlab mana shu magazin faqat Samarqand shahrida 40 tami, 35 tami oilamiz bor. Umumiy 60 ta oilamiz bo'lsa, o'sha 35 ta 40 ta oilaga ta'minotini ta'minlab turadi mana shu magazin. Bir so'm masalan uyimga, ro'zg'orimga narsa olib boriladi do'kondan, lekin asosan pachka 20 minglab, 30 minglab foyda puli olib ketib bana qilmaymiz. Shunday, shuning uchun bir nima deydi, yomon ta'sir qilib, bitta o'ylang, bu yomon videongiz bilan savdosi tushsa yo bir she'rdan baraka qochsa, hay boshqa joydan bo'lsa ham hal qilamiz, lekin sal bo'lsa shularni. Menda o'zi umuman unaqa niyati yo'q edi. Men keldim, o'zi ko'rgan bo'lsangiz videoda ham birinchi supermarket nomini aytmadim. Sizni men tanimas edim sizni. Misol uchun sizni nomingizni aytmadim. Shunchaki mana shunaqa holat juda ham ko'p 90% supermarketlarda bor. Shunaqa yopib qo'yish kerak degandan keyin bir xodimingiz keldi, bo'y uzra sizga telefon qilib bergani. O'sha sal qattimroq gapirganda tuyuldi. Videoga oldik. O'zi u videoni qo'yish ham niyati yo'q edi, 3 kunda tashlab berishsa. Xullas tushunmovchilik bo'ldi o'rtada. Shunaqa bo'ladi. Yosh, baribir qizishi bana qilib ketadi. Uni ham to'g'rilaydi, uni qiladi. Keyin o'sha aytganingiz uchun oila degani shu masalaga sal tushunmadim. Menga ko'plar yozishni boshladi. Shu san ana bosim qilganlar bo'ldi orada, endi bilmayman taniysizmi ularni, tanimaysizmi, sen kim bilasanmi, u maktab quradi, bog'cha qurgan, ko'p odam maktab bog'cha qurgan, nima qilibdi, nima shunaqa biznesingiz bormi shunda? Yo'q, biznesim emas. Bir yaxshi niyat qilganman. Xudoga shukr, shu 2-3 yildan beri maktab bog'cha quryapman. Nima uchun? Menga davlat ko'p narsa berdi. Ochiq, bitta menga emas, jamiki tadbirkorlarimizga, lekin men shuni niyat qilib oldimda, ko'p odam siz aytgandek aytadi. Bu Gruzga berilganda boshqaga berilgan. Ishonasiz, elanib so'rayman. Qilaman, ishontiraman. Mana shu Samarqand viloyat hokimini, eski hokimimiz Erkinjon Xubutayevich ishonmaganlar 2 yil. Men sizni olib boraman o'sha bog'chaga, hozir ko'rsataman. Bermagan. Katta bog'cha ertaga buzgandan keyin Anvar shunday tashlab ketsa-chi deb shunday qolib ketgan. O'sha bog'chalarni qildik, mana davlat. Shuni sal tushunmadim. Davlat bog'chasini buzib qurganmisizlar? Buzib, o'zim borganman u bog'chaga. Shu yaxshi qilib, zamonaviy qilib topshirdim. Shuni anonisidan Xudoga shukr, Xudoyim berib prezidentimiz nazariga tushib medal oldim. Yaxshi narsalar. Bu xususiy emas, ya'ni. Yo'q, bu chisti. O'sha 7 milliardmi, 8 milliardmi ketgan. Ipidan ignasigacha chiroyli qildim. Xohlasangiz olib borib ko'rsataman, uni ko'rsataman. Farg'onada quryapman, Qarshida, Toshkentda, Samarqandda hammasini qurib ko'rsatib beraman. Boramiz. Ko'rayotganimizni ko'rsatib beraman.
Shundoq, ammo bir ikkita narsalarni aytgan edim. Undan tashqari hozir ko'rishga ulgurmadim. Ishlab chiqarilgan sanalarni so'ragan edim. Korobkadan olib so'rashib qo'yishgan ekan mana. O'zim ham shu narsaga juda ham ko'p marta ahamiyat beraman, sababi bular ishlab chiqarilgan sanasini korobkasida bo'ladi, ko'plar olib tashlab yuboradi va bu qancha yil yotsa ham yotaveradi-da, yo'qmasa keyin bilmaydi odamlar. Shunaqa narsalarga juda ham ahamiyatli qarayman, chunki yosh bolalarga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Yaxshi qo'yib qo'yishibdi. Bu narsa zo'r. Qarang, siz o'zingiz uchun yo men uchun ko'rmayapsiz, o'sha xalq uchun sizni kuzatadigan. Ha, shu men nima demoqchiman, sizni bir qoralash, bir Anvar aka bunaqa odam ekan, uni marketi mana bunaqa ekan degan niyat yo'q edi, misol uchun. Yo'q, bilaman, nomini mana. Endi telefonda ham aytdingiz-ku, shunga men misol uchun ozgina anaqa nima desa bo'ladi, kulgandek tuyulgandir, ana misol uchun men odamni qoralash oson deb gapirganingizga men sizni qoralash niyatim yo'q edi degan ma'noda aytayapman-da. Yo'q, kulgandek tuyulmadi. Men kulgandek tuyuldim-ku sizga demoqchiman. Hozir ham kultirmay ketdi. Nima, borsak bo'ladimi yo'qmasa? Bo'ldi. Bizga yo'qmasa lokatsiya tashlab berasizmi? Biz mashinada kelmagandik. Aha. Birga ketamiz. Birga ketamiz. Mashinangizdami? Ha, ko'rsataman. Mayli, yuring. Charchamayman. Mana shu yerda bu mayda-cha edi. Birinchi ishim ham shu. Shuning uchun bu yerda juda yaxshi ko'raman. O'zim nima deydi? Mazza qilib ishlaganman. Maydagina edi, asta qilganmiz. Bu supermarketdan kelayotgan foydalarni oilalarga tarqataman dedingiz-a? O'zingiz nimadan daromad olasiz yo'qmasa nima ish qilasiz? Bergan. Yo'q, siz qurilish biznesimda 16 ta yo'nalish bo'yicha. Ha, qurilish sohasida ishlaysiz. Qurilish sohasi qilaman, ishlab chiqaramiz narsalar. Ammo yuksalish degan nom, men adashmasam, bitta maktabning nomi edi-da. Ustoz Muhammad Ali ustozimizniki. U kishi endi jo'ramiz. Aloqanglar bormi qanaqadir? Yo'q, u kishiniki отдельно o'zlarini biznesi, bizaki o'zimizniki. Men 2016-yilda ochganman, Muhammad Ali ustoz 2018-yilda ochgan, lekin u kishi nomda haqiqatan yuksalish degan nomda u kishi anoga chiqargan. Ya'ni sizlar birga ikkalanglar biznes qilib shunaqa yo'nalishlar qilgan ekansizlarmi deb o'ylayman. Aytasizmi, nom bir xil bo'lganiga. Yo'q, ikkimizniki ham отдельно. Ha. Ketdi. Kelyapti, Toshkentdan zing'illab kelib oldim-da. U Anvar aka, siz hozir bizani bog'chaga olib ketyapsiz. U bog'chani qurib buzishdan sizga nima foyda? Hokim qanaqadir bir yordam beradimi shunaqa qilsangiz, yo yer beradimi sizga? Yo'q. Hojiakbarjon boyni aytdim-ku, bu qarang, shu katta narsada tinch yurtda hamma joyi ochiq, mazza qilib ishlayapsiz. Biznesingiz rivojlanib boryapti. Bizlar ham nimadir rahmat aytishimiz kerak-ku. Ha, beg'araz yordam demoqchimisiz? Yordam emas bu. Yordam boshqa narsa. Bu rahmat. Mana bu bog'chada, to'g'rimi? Yo'q, bunisini ikkita bog'cha ham dastur bo'yicha tushgan. Bu 2026 ga tushdi, bu 2024-25 ga. Bu topshirildi. Buni davlatimiz tomonidan pul ajratildi-da, 5 milliarddan 7 milliardga pul ajratilib, bu qilindi. Biz bunisini qildik. Likopolligini. Ha. Bu hozir ko'rsataman. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tekrar ana qilsak mana. Charchamayapsizlarmi? 90-bog'cha ekan. Ha, 90-bog'cha. Bu bog'chaga men kelardim, bunisiga ukam kelardi. Ha, yerda domda turardi. Ha, xususiy emas ekan, men xususiy deb o'yladim-da. Yo'q. Chunki xususiylarga raqam bermaydi-da, nom qo'yadi-ku ular. Mana buncha edi, mana bu yerda maydagina edi. Keyin oshxonasini отдельно qildik. Вообще anonisi boshqacha proyektda. Bular boshqalar. Bitta korpusga bo'linganda o'rtada koridor. Nechta bola bu yerda bor? Hozir 270 o'rinli. Bu lekin avval 6 ga 11 xonaga 45 ta 50 ta bola joylashgan. Hozir 30 tadan bola, lekin gruppan kattaligini ko'rsangiz. Hozir bog'chadan so'rang. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Assalomu alaykum deymiz. Ha, bezovta qilmaymiz yo'qmi, mayli. Ovqat yeyapti. Ha, mayli. Dars qiladi. Shu yerda hozir. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Charchamasdan? Bog'chalarimiz chiroyli, xudoga shukr, shuncha bola kelyapti. Siz direktormisiz bu yerda? Ha. 265 ta zot bolalarimiz. Hozir bu bog'chani bu yoqda joyi bor yana. Shu bog'chaniki, xudo xohlasa u yoqda yana 150 o'rinli qilamiz. 2026-27 uni ham ishga tushiramiz. Bitta bog'cha ikkiga bo'lingan. Ha, avval shunaqa edi-da, kadastrda shunday edi. Mana
devorlarni jadidlarni qilganmiz. Hamma joyda bog'chalarda bilsangiz Mickey Mouse ular chizib tashladiku. Ulardan nima? U hozir yoshligidan ko'ring, jadidlarimiz, bobolarimizni, prezidentimizni hamma narsani tanib boradi. Keling, hozir yana bu yerda bitta ishda ishimiz qolgan. Xudo xohlasa, mana bu bog'dan bu yog'ida katta narsa qilyapmiz. Basseyn qurib beramiz. Bolalar ertaga mazza qilib cho'milib sport qiladi. Hozir sizga aytgan boynagi maktabim bor, uni ham sidqidildan bir boshqacha qilib qilyapmiz. Buni qachon topshirdinglar? Buni shu yil topshirdik, shu yil oktyabrda. 2 barobar katta bo'pti hozir. 270 ta bo'ladi. Mayda edi-da, lekin. Juda mayda edi ana. Xonalarimiz mayda. Hozir hammasi katta. Eskana. Bolalar mazza qilib ota-onalar minnatdor duo qilib yotibdi hammasiga rahmat deb. Chunki juda eski bog'chamiz. Anaqalarda qatnashmaganmidinglar hozir bog'chalarni, maktablarni qilib berishyapti, nima edi oti? Open budjetlar. Budjetga biz qo'ymagandi. Chunki ular faqat kapital remontga biz rekonstruksiya edikda bizlar. Eskida. Siz o'zingiz kapital qildingiz bu yerda. Shu kapitalimiz bu kishi rekonstruksiya qayta qurdi. Tekis qilib yerdan qaytadan mana shu ko'tarildi. Kapital deyiladi. Anvar aka shunda 100% anaqa hammasini qilganmisizlarmi? Oynalari, boshqasi. O'zimiz ishlab chiqaramiz bu oynalar, narsalarni. Granuladan mana shu akfa bo'lib chiqadi. Qurilish sohasida ishlaganingiz uchun qurilish mollarini ham ishlab chiqarasizlar. Rahmat. Hayır, charchamaysiz. Men hozir aytganman ularni, anavgacha yozgacha basseyn hammasini olib ketadi. Hozir buni proyektini ham Xudo xohlasa soglasiya qilsa shahar hokim. Basseyn qayerga qilishadi? Tashqarida joyimiz bor orqada. Bu yerda ham joy bor. Basseyn. Mayli, rahmat. Yaxshi ishlanglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p, nasib. Bizda bunday bo'lganda, boynagi rahmat deganimga-da, men bu yerda quraman, 1.600.000 so'mdan sotardim-da. Prezidentimizning anonsi bilan, tashabbusi bilan Obod mahallaga tushdi bu yer. Narxim 1 barobarga oshdi, 3 million so'm. Endi qarang. Orada vaqt o'tdi, suvlar ana bo'ldi. Suv gaz tortishdi. To'liq, hamma narsa o'zgardi. Domlarning fasadi, yo'llar, hamma narsa o'zgargandan keyin 4,5 millionga chiqdi. Kvadrati. Tasavvur qiling. 1.600.000 sotib turdim. Shuncha narsa shuda endi bizga. Oddiy bitta. Ya'ni boshqa joydan keladi va bir agar tiqib olsa demoqsizda, to'g'rimi? Keladi. Xudoyim joyini hech qachon bildirmagan. O'zi quruvchilarga ham qayerdadir obod qilgan yaxshi ekan-da va bu yerning narxi oshar ekan-da shu tomondan. Bunday o'ylab qaraganda. Qarang, 270 ta bola keladi, hozir duo qiladi deyapti. 270 ta bolani ota-onasi duo qilsa qancha? Duontay qolib ketamiz hali Xudo xohlasa. U maktab 800 o'rinli. Farg'onadagi ham 800 o'rinli. O'tda ham maktab qolsa. Endi uncha odamni ota-onaning duosini ana qiling. Zo'r. Demak, siz davlat bog'chalarini boshidan qurib berar ekansiz. Zo'r. Xudo xohlasa bu yildan Xo'ja Akbarjon ko'payamiz. Biz shunday qilib chorlaymiz, Instagram, Facebookdan shunaqa qilamiz. 3 ta 4 ta tadbirkor yig'ilamizda, men masalan kotlovanni boshlab, betonni boshlayman, proyekt rahbari o'zim bo'lib qolaman. Faqat bu tadbirkordan 500 million, bu tadbirkordan 500 million qilib olib kelamiz. Tashashib. Kim, mana shunday qilib bir kuni davlat rahbarimizni olib kelsak, viloyat hokimlarimizni olib kelsak, qanday xursand bo'lmaydi. Yana imkoniyat yaratib beraman. U kuni Samarqandga keldilar prezidentimiz. Bizlarning tadbirkorlarga yana 14 trillion pul tashlab ketdi. Pul, kreditlar, hamma narsada olish imkoniyatini berdi. Yana, yengilliklar. Zo'r. Yana zo'r narsalar bo'laveradi Xudo xohlasa. Temirov Anvar G'ayrat o'g'li, prezidentimiz qo'llari. Bu viloyat hokimimiz. Bular. Biz ota-onamiz bilan dam olishdik Shveysariyada. Keyin bo'ldi. Qo'llardan ola olmadim prezidentimizni. Xudo xohlasa ordenlarni olamizda. U kishi Samarqandga kelib topshirib ketganda hammaga. Mana hokimimiz menga taxti, keyin men borib otajonimga taqib keldim. Shunaqangi xursand bo'ldi. Shu bilan men nima demoqchiman, Anvar aka, ko'rdim, zo'r. Menga eng muhimi o'zi supermarketni ham to'g'irlab qo'yishganim. Aytganimdek, bir kimnidir qoralash yoki nimadir ish bilan shug'ullanmaymiz. Bizga shu muammo hal bo'lsa, bizni xursand bo'lsa, noto'g'ri tushungan bo'lsangiz, ming bor uzr lekin. Hammasi yaxshi, Xudo xohlasa. Ko'rdingiz, mana ertaga Xudo xohlasa maktabni ko'rsataman, bir ko'rib hammasini.
Nasib 3 kunga kelganmiz, agar ulgursak borib ko'rib kelamiz uni ham. Rahmat sizga kattakon. Sizga rahmat. Biz Ertaga ozodmiz Xudo o'zi. xohlasa ko'rishamiz, telefonlashamiz yo'ldosh. Nasib 3 kun shu yerdamiz. Mana shu joy hozir ana bog'chaning ikkinchi joyi shu. Mana joymi? Oq tunikadan mana bu yergacha. Bu yerda ham hozir 150 ta o'rnini olamizmi? Bu yerda o'zini ana ovqatlanadigan joylari, yeydigan joyi, uxlaydigan joylari ham bo'ladimi? Qarang. Mana bunda nima sharoit bor-ku? Hammasi bo'ladi bu yerda. Ikkinchi bog'cha ekanda, alohida bunday o'ylab qarasa. Faqat bitta filial ekan. Kadastr bu kishida-da. Hozir 16-maktab bor ana yerda. Men borgan maktab, birinchi borgan maktabim. Uni juda katta territoriyasi bor. Olmasangiz 1 gektardan ziyod. U yoqqa ham hozir katta qilib quryapman. Mana bu yerda oldin 150 talik joy bo'lgan ekan. Savol keldi. Aytmoqchidim, hozir 270 talik ekan, to'g'rimi? Qarang, bunday bo'lgan. 90 o'rinli bo'lgan, lekin 150 ta bola olgan. Shu nima deydi? Juda ko'p-da, 31 ming aholisi bor bu yerda. Yoninglarda qo'shnilar bor ekan. Bu yerda kimnidir uyi buzilib qurilmaganmi bu narsa? Qanaqasiga siz 90 talikni 270 talik qilgansizlar? Yo'q, territoriyalar katta ajratilganda avval. O'sha 90 talik bolaga ham territoriya katta bo'lgan. Juda katta. Hozir maktablarimizda ham qarang, har bitta maktabimizga avval gektar joy ajratilgan. Hozir biz mana 16-maktabga qo'shimcha 500 o'rinli maktab qurayotganimiz ham 1,5 gektar shuncha maktabdan tashqari joyi bor. 800 o'rinlidan tashqari yana 1,5 gektar tashlandiq bo'lib turibdi. Endi tashlandiq emas, toza-yu, prosta tak turibdi-da. Ya'ni o'zi maydon bo'lgan, hech kim uyi buzilmagan, shu maydonga qurilgan bu narsa. Hech kim burni qonatlanmay. Novodo ketaman-da. Ko'rishamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Hozir bu hech qanaqa xususiy emas. Bu xususiy emas, bu davlatniki bu. %100 davlatniki. %100 davlatniki bu. Hech qanaqa bu kishini bu yerda to'lovli ishlari ham yo'q. Yo'q, katta mablag' bunga ketgan. Men buni borku shu qatlavasidan tugatguncha holatini men bilaman-da. Ya'ni o'z foydasiga qurdi deyapsiz-da. Shuning uchun ham cho'zildi demoqchisiz. Shuning uchun cho'zildi bu. Bu davlat. Yoki qanaqadir bir manfaatlari bormi ustida degan ma'noda. Bunda men bulardan borku bir ortiqcha nima joyim yo'q. Obod bo'ldi. Lekin menga hech narsa kerak emas. Men ko'cham obod bo'lsin. Men shu tarafdoriman. Bo'ldi. Sizni tushundim. %100 aytgan gaplaringiz haqiqat xudo xolasa. %100. Bundan muammo o'zi necha yildan beri turasiz buni oldida, bog'chani oldida? Men 2010-yildan beri turaman. 15 yildan beri mana shu yerda yashayman. Demak ko'zingiz oldida ko'rgansiz eski holatini, yangi holatini. Eski holatlarni men bilaman buni. Juda abgor holatda edi bu. O'zimni bolalarim buni ichiga kirsa qo'rqardim. Yo yiqilib. Bolalaringiz o'sha yerdan? Yo'q, hozir bolalarim maydasi uyda, kattasida. Ismingiz nima deysiz? Mening ismim Dilovar. Dilovar aka, ism Hoji Akbar, tanishganimdan xursandman. Yaxshi taniyman. Ko'rsatib bilan ko'rganmisiz? Juda ko'p ko'raman. Sizga ishondim yo'qmi ma'lumotlar bo'yicha? Bu gap bo'lishi mumkin emas. Bundan nima joyi yo'q. Bo'ldi. Ortiqcha holat yo'q. Bu xohlagan odamdan so'rasangiz, mana bu kishi ham shu hududda turadi, bobo ham Qaravul bu tomonda. O'zi shu yerda katta bo'lgan mana shu bog'chani holatda. Bo'ldi. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Salomat bo'ling. Xo'p, charchamang. Xudo xolasa keyingi safar. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, charchamasdan? Yaxshi, rahmat. Bobom avval shu yerda direktor bo'lgan ekan, bobom. Salomat Shu yerda raisi. Bu maktab ta'mirlanmagan-ku. Umuman 38 yil bo'ldi. 38 yil bo'ldi, qurib muallimlar bilan oqlab qo'yamiz, kraskalab o'zimiz qishtamizdan. Siz bu sizni rejangizda demak. Yo'q, qilinyapti, ish ketyapti bu yerda. Yo'q. Bu katta maktabda, Hoji Akbar aka, 870 o'rinli maktab. 784. 784. 3 3 kilometr radiusdan keladi. Katta qishloqda bu yer. Bizda paxtaga kelaydik ekonom fakka kelganimizda. O'qiganimda. Kirsak bo'ladimi? Ketdik. Asta ko'rsatamiz. Qog'ozingiz tushdi sizda. Mana uni ochmadim endi. Video chekmi kerak emasmi? Kerak emas. Tamam. Kiring bor. Kelavering. Rahmat. Hozir boshlang'ich sinflarni boshladik. Mana bu yerlari ham boshqacha bo'ladi. Boyagi bog'chani ko'rdingiz-ku? O'shanaqa juda chiroyli. Maktabda issiqlik yo'qmi, dedi? Ishlamaydi, soxtaga tagalaydi. Bolalar kurtkada o'tirar ekan sinflarda. Kurtkada bizlar shu. Bu yoqqa yo'qoladi, bu yoqdan. Bu yoqda mana qarang, koridorlari xudo xohlasa bundan ham zo'r bo'ladi-da. Hormang. Bu xonaning ranglari boshqacha bo'lyaptimi? Zo'r. Hozir u xonalarni ko'rasiz. Asli qanday edi, qanday bo'lib qoldi. Bu yer doska qo'yadigan joy. Mana unisi. Har bitta xonani отопительный sistemasini полный o'zgartiryapmiz. Bormi bu yerga yetib kelganmi? Bor, hamma narsa bor. Ko'mir bilan. Biz hozir mana maktablarimizga beramizda
Ikrom akamdan o'rganganman ustozdan. Mana 5 kilolik xaltachaga ko'mir berib yuboraman. Ikrom akam, Ilhom akam urgat. Unda areshkada. 5 kilolik ko'tarib yuribdi-ku xaltakda. Unaqa bo'lmaydi. Shunday xaltani oladi, katyolga tashlaydi. Zangillatib aniqlar. 1 yilga mana shu anoga, bitta sezoniga 30 million so'mlik ko'mir bilan zo'r bo'ladi. Bitta qishga o'tib ketadi. Bitta qish o'tib ketadi. Lekin mana bunaqa rasvo bilan juda qiyin-da u ko'mir bilan. Endi Xudo xohlasa mana Farg'ona boshqa joydagi maktablarimiz bilan bir xil qilib shunaqa qilamiz. Har yili ajratilib, men partalarni o'zim ishlab chiqaryapman, o'sha narsani qo'yib beraman. Mana doskasi ham interaktivniy doska bo'ladi. Ham doska bo'ladi, birlashtirsangiz ochilsa interaktivniy doska bo'ladi. Qachon topshirishni rejalashtiryapsizlar? 2027 iyunga to'liq bitadi. Hozir 2026 ga boshlang'ich sinflardagi to'liq bo'ladi. Konditsionerlari bo'lib to'liq bitadi. 2026 maktab boshlanish yiliga do'sti. 2026 ni boshlanish yiliga birinchi anonsi bitadi. 3 dan 2 qismi bitadi. 3 dan 3 qismi 2027-yil iyun oyiga bitadi. 2027 ga уже yangi maktab keladi. Bolalar undan oldin qanaqa sinardi bu anaqa maktabda? 6 ta katyoli bor. Katyollar ishlaydi, mana hammasi. Endi koridor sovuqda. Yonib yotdi. U tomonda 4 ta katyol. Hammasi ishlaydi. Katyollar nima qo'shib istardi? Biz endi shaharda katta bo'lganmiz. Bizda ko'mirmi? Bizda ana unaqa batareyali anaqalar bo'lganda shunga qiziqyapti odam. Mana shunaqa suvda bolalar qanaqa o'tirgan degan ma'noda. Yo, issiqman. Radiatorlar zo'r qilibsizlar. Qarang, Hoji Akbar aka. Uyda qanday qilinadi? Devorda mana tekisligi, hamma narsasi. Qo'l uchida qilmaymiz-da hech narsani. Anoga qilyapman-ku, ehsonga qilyapman-ku deganda emas-da. Xudo Bitta demak batareyalar bo'ladi. Da. O'sha katyoldan chiqayotgan issiqlikni batareyaga beradi. Endi u katyolni ta'minotini kim ta'minlaydi? Davlatimiz. Davlat ta'minlaydi, o'zi har yil ta'minlaydi. O'zi har yili biznesdan. Demak, hozir bu yerdan eski batareyalar olib tashalib, yangi o'rnatilyapti. Hammasi. Men o'yladim, bu yerda bo'sh turgani uchun batareya o'zi tegib bo'lmaganmi? Olib tashaldi. Bu hammasi boshlang'ich sinflari. Boshlang'ich. Yana tepada 4 ta. Birinchi boshlang'ich tugatib olaylik. Zo'r, koridorlar bilan qachon bitirasiz aka? Kim starshi sizda? Ketganmi aka? Ha, aka, qachon bitirasiz? Bitirib bering tezroq. Shu maktabda endi 0-0 bitirgancha chiqarib berasiz. Xudo xohlasa. Birdan endi Zo'r qil. parta stulda ham birdan. Hammasi yangi bo'ladi. Birdan keyin kiradi. Parta stul hammasini berib, hozir mana shu joyda necha kunda bitirib berasiz, Xudo xohlasa. Mana shu yeri bo'ladi, bitta koridorimiz, ha? Da. Bitgandan aka katyolni qo'yib, birdan ana tayyorlab, batareykalarni tayyorlab, partani yuksalish mebelga zakaz beringlar. Nechta interaktivniy doska, hammasini qilib, Xudo xohlasa, bu yil o'qish yiligacha agar akani o'zi shu yerda o'tirib, polni qilib bersa, bitta Damas podarka qilaman. Polni qilib bering. Biling, siz yuksalishda ishlayapsiz, eng savobli ishda ishlayapsiz. Birga hammamizga tegadi bu savob. Mana bitta. Polni mana linolumlari bilan bo'pti. Bo'ldi, doska bilan parta stol. Bo'ldi. Doska, parta, stul, batareyalarni o'rnatsa, Bitta sportzalda ham ko'raylik. Bitta mana shu koridorda olib keting. Ertaga bitganini men sizga bitta tashab beraman. o'zi bu sovet payti qilingani bilim topdi, o'sha anaqa uslubda qilingan hamma narsa. Men ana shu hozir o'ylayapman, Farg'onadagi maktabda ham qildim. Lesnitsa bor-ku, eng o'ylanib, mana bu yo'lda o'ylanib yurmaydi odam. Lesnitsaga boynagidek jadidlarni qilmoqchiman. Keyin qurishga. ha, mana bunaqa motivatsion prezidentimizning yaxshi gaplarini, ularni o'sha hamma narsani qilamiz, Xudo xohlasa. Bo'tliga akfalarni qo'yib bo'lishibdi. Ha. Hormaysiz, assalomu alaykum. Hormaysiz, charchamaysiz. Akfalar qo'yilibdi. Qo'yildi hozir. Reshotkalarni kraska qilib qo'yadi, yer o'zi tayyor bo'ladi. Mana uni endi bugun qissaga Bo'ldi. Mayli, Anvar aka, ochiqchasiga nima manfaat sizda bu maktabni ta'mirlab berishda? Bu davlat ishida, to'g'rimi? To'g'ri, baribir to'g'rimi? Bu savob. Xudo xohlasa, masjidlarimizga qanday e'tibor beryapti-ku biznesmenlarimiz. Biz shu maktab yo'nalishini olganmiz. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'ladi. 26. Ichida anodlarniki ham bo'ladi.
Rahmat. Mayda analardiki. Eng qizig'i, Hoji Akbarjon, men bu hamma maktabdan o'zim so'rab olaman. Birortasini mana shuni qilib berasan degan narsa bo'lmaydi. Faqat shu yerdan Xudo xohlasa savob keladi. Mayli, rahmat bo'lmasa. Eng zo'ri bo'ladi. Salomat bo'ling. Charchamang. Duo qiling bitta bizga. Ha, omadlaringizni bersin. Amin. Nasib bo'lsa yaxshi xalqimizning xizmatidan. Sira charchamang, xalq xizmatida. Alloh aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar, charchamang. Salomat bo'ling. Charchamangsiz ustobo. Xo'p. Yuring, do'dan o'zi bilan bir suhbatlarni olaylik. Atelabdan qo'yib yubordik. Amaki, ozgina suhbatingizni olsak bo'ladimi? Siz bu yerda o'zingiz direktor bo'lib ishlagansiz shunda? Ha, birinchi men shu maktabni o'zimiz ochganmiz. Necha? 87-yilda. Endi bu odamni siz qayerdan taniysiz? Yo'q, biz buni tanlamadik. Endi bular kim bilan hokimiyat? Endi viloyatdanmi bir kelib ko'rib ketuvdi. 2027-yilga deb kelib u kishi tanlagan, o'zi kelib mana. Anvar aka shu yuksalish guruhim ekan. Taliq qolib. O'zlari qilib berishyapti. Emas, o'zini foydasi hisobidan bo'lsa kerak, qilib beraman dedi-ku, mana hamma fikrini eshitdik. 2027-yil iyun oyiga to'liq 100% bitirib beraman dedi. Devorigacha, ko'chalargacha hamma yerda asfalt qilib beraman deb va'da berdi. Rahmat, ayla hozir bir maktabni boshlang'ich tomonda bir etaj bitdi, stadion, sport zal bitdi. O kuni anavda ko'rdim o'zimizni kanalda hokim bilan birga u ikkinchi qilib berayotgan do'sti birgalikda hammasi yerda va'da berib ketdi. Yangi yilgacha sport zal bilan boshlang'ich Televizorda ko'rdingiz. Ha, televizorda. Qilib beraman dedim, mana va'dasi bo'yicha boshlang'ich sinflardan birinchi etaj bitdi, ikkinchi etajini yangi yilgacha bitirib beraman deyapti. Sport zal yana 4 kunda o'zi bo'ldi, bitdi. O'zi qachon kelishdi bu yoqqa? Ha? Qachon kelishdi bu yoqqa? Bu yoqqa kelganiga bir 2 oy bo'lib qoldi shekilli. 2 oydan beri ustalar shu yerda-da. Ha? 2 oydan beri ustalari shu yerda-da. Ha, 2 oydan beri ustalar shu yerda. Ha, Yaxshi ustalar ham zo'r yigitlar. Biri Kattaqo'rg'on, biri Sovetobod, biri Pastarqom kelib hammasiga yordam qildi. Rahmat, Anvarjonning omadini bersin. Mayli, salomat. Yigitlar O'zbekistonda ko'payaversin-da. 77-yilga biz shundan beri o'qituvchilar yonidan remont qilib kelganmiz. Xohlaganmiz, kraska qilganmiz, qarang. Turmani mana bu deychan devorlari qilingan, o'zimiz uyalamiz, shuni endi hamma yiqilib tushishiga bermagansizlar maktabda. nasib bo'lsa endi. Salomat bo'ling. Vaqtimizga omon bo'lsin, sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Kelib turing uka. Xo'p, sog' bo'ling. Xudo xolasa bitganda kelamiz bir. Kelasiz, hali ko'rishamiz. Bo'ldi, xo'p. Ham telefon qo'yamiz. Salomat bo'ling, xo'p.